Assalomu alaykum. Samarqand shahar hokimligi axborot xizmati haftalik yangiliklar haqida xabar beradi. Samarqand va Niankin hamkorligi yangi bosqichda. Xitoy Xalq Respublikasining Niankin shahridagi Xalq siyosiy maslahat kengashi raisi o'rinbosari Qian Yung boshchiligidagi delegatsiyani shahar hokimi Fazliddin Umarov qabul qildi. Uchrashuvda tashrifning o'zaro hamkorlikni mustahkamlashdagi ahamiyati qayd etildi. Tomonlar savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va madaniy-gumanitar aloqalarni kengaytirish masalalarini muhokama qildilar. Joriy yil oktyabr oyida Samarqand va Niankin o'rtasida birodarlik aloqalarini o'rnatish bo'yicha shartnoma imzolanishi belgilab olindi. Samarqand shahar hokimi olamni qalb ko'zi bilan ko'ruvchi yoshlarga bergan va'dasini bajardi. Zulmat ichra ko'tarir mening tunub kunim. Men ham sizday ko'rgim kelar oy quyoshni. Prezidentimiz tashabbusi bilan haftaning har panshanba kunlari yoshlar bilan muloqot tashkil qilingan. O'sha muloqotlardan birida Samarqand shahar hokimi Fazliddin Umarov Samarqand shahridagi 59-Ko'zi Ojizlar maktabida yoshlar bilan muloqot o'tkazdi. O'sha uchrashuvda bir bitiruvchi yigit o'ziga notebook so'ragan. Unga javoban shahar hokimi bir o'ziga emas, qolgan barcha bitiruvchilarga notebook va planshetlar berishini va'da qilgan. Shahar hokimidan nima so'ragandingiz? O'tgan haftaning payshanba kuni shahar hokimi bevosita biz bilan suhbatlashganda shahar hokimidan kelajakdagi niyatlarim uchun, ishlarim uchun kompyuter so'ragandim. O'zingizga? O'zimga, lekin u kishi tadbir oxirida bitta sizga emas, sovg'a tariqasida barcha do'stlaringizga, bitiruvchi sinflarga hammasiga birgalikda bo'lsin deb notebook, planshet sovg'a qilishdi. Xo'sh, va'dalarni bajardilarmi? Va'dalarni bajardi. Sizdan tashqari